Diqqat, videoni oxirigacha ko'rish qat'iyan taqiqlanadi. Sababi bu yerda noodatiy tom yopish jarayonlari ketyapti. Sir sanoatlarni bilib olishingiz mumkin. Hop, Avazxon aka, tom noodatiyligi nimada? Turli xil demoxatlarni ko'ryapman. Bu yerni xonaga moslaganmiz. Mana havolantirma. Mana taxtalarimiz saqishlangan. Aytdim, nimaga qoraytirib tashlagansiz, kuygan taxta ishlatganmisizlar deb. Yo'q, bu saqishlaganimiz sababi chirimasligini oldini oladi. Ha, demoxat havo aylanish hisobiga tepadagi taxtalar chirimaydi, pastdagi taxtalar saqlangan hisobiga. Xuddi shundan. Zo'r. Endi necha kunda bitadi aka bu? Xudo xolasa ertaga bitadi. Kechki mahalga Mastertonga murojaat qilib, o'lchab, zakazimizni beramiz. O'zi necha kun bo'ldi bayi? Bugun Xudo xolasa 5-kun. 5-kun. 6 kunda bitiramiz, Xudo xolasa. Ochiq hisobda 6 kunda bitirasiz. 6 kunda bitiriladi. Zo'r. Agarda sizga ham o'z ishining mutaxassisi bo'lgan ustalar va sifatli mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Mastertonga murojaat qilishingiz mumkin. Sifatli qilib tominglarni yopib beramiz.